Nakleyka shunisi yomon, ko'rishinglar mumkin. Mashinani bitta polirovkaga tushiradi. Mana kleysini ko'ryapsizlarmi? Rasvosini chiqaradi. Sizlar mana mnogo razvisidan olsanglar, bu o'zini o'zi восстановить qiladigan poliuretan degan material bor. Чтобы buni qayta olasizlar. Misol uchun men Gentraga yopishtirdim. Olamanda buni hozir trekerga yopishtirib qo'ysam bo'ladi. Eng asosiysi bu 100 dan o'tadi, akalar. Bonusni beradi. To'y hasham, davlat ishi va boshqa ishlar bilan yurgan paytingizda shuni yopishtirib qo'yasizlar. Kerak payt olib qo'yasizlar. Biz xizmatda 100% zararli, haromxo'r deb yozayotgan kommentariyadagilar uchun sizlar birinchi davlat ishida ishlab ko'ringlar. Yandexda mashinani kreditga mazza qilib mininglar. Yangi chiqarilgan nakleykani qayta olib qo'ysa bo'ladimi deganlar uchun mana ko'rishinglar mumkin. Bu o'zini o'zi восстановить qiladigan, kleysini qayta bemalol olib ishlatadigan narsa. Ko'rdinglar, shilib oldim. Endi mana original nakleykani ko'rishinglar mumkin. Eng asosiysi bu 100% tekshiruvdan o'tadi. Mashinalarga zarar bermaydi. Mana nakleyka, обычный nakleyka. Misol uchun men buni hozir manshetga yopishtirib turib, yana qaytarib olib, yana qo'yib, yana qaytarib olib, qayta ishlatsam bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Nakleykada nima bo'ladi? Mana butun chiqmaydi. Mana bu narsa cho'zilib ketadi. Shuning uchun hozirgi kunda brend qildirib olsanglar, haftasiga 210 lik taksichilar uchun sekretni dodasi. Akalar qaranglar. 1 berganda 4 ta bonus deb allashish hojati yo'q. 750 ming so'm 220 ta zakazga. Bu vaqtiga qarab bonus beriladi. Ko'rishinglar mumkin. Bittada akalar bosh og'rig'isiz brend nazorati o'tildi. Aldaydi, boshqa balo battar deganlar uchun Alloh guvoh, agar men yolg'on gapirsam, aka to'g'rimi bittada o'tdimi? To'g'ri. Endi bu brendimizga keladigan bo'lsak, telefonni ushlab turasiz. Mana bu to'y hasham, davlat ishi va boshqa ishlar bilan yurgan paytinglar buni bemalol olib qo'ysanglar bo'ladi. Mana shunday olib qo'yasizlar, hech qanaqa sifati o'zgarmaydi. Buni qayta yop. Akalar, nomerga e'tibor beringlar. Faqatgina rostdan e'tibor beringlar. 20:59. Soatimiz 21:14. Ya'ni 15 minut. Comfort blok bo'yicha kelgan akamiz. Aka, to'g'risini ayting, qancha vaqtingiz ketdi? 15 minut ketdi, oshib ketganmiz. Xudo xohlasa, akalar, O'zbekiston bo'ylab qaysi taksi parkda ishlasanglar, o'sha taksi parklarga Comfort Plus elektro komfort bloklari ochib beramiz. Biz bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lsanglar, akalar, biz tayyormiz. Qo'limizdan kelgancha onlayn, чтобы joninglar qiynamaysizlar. Qaysi taksi parkda ishlayotgan bo'lsanglar, o'sha taksi parklarda qolasizlar. Lekin bizda 1% taksi park dispetcherskiy